To'xta. Qani uniforma, qani maska? Aka, men anchadan beri ishlayman, o'rganib qolganman. To'xta. Qani uniforma, qani maska? Aka, men anchadan beri ishlayman, o'rganib qolganman. To'xta. Qani uniforma, qani zashitka bolgarkaga, qani ochki? Aka, men anchadan beri ishlayman, men o'rganib qolganman. To'xta. Unaqa umuman kesish mumkin emas havoda. Qani uniforma, qani ochki, qani zashitka bolgarkaga? Aka, men anchadan beri ishlayman, men o'rganib qolganman. Statistikaga ko'ra va Sog'liqni saqlash vazirligining statistikasi va informatsiyasiga ko'ra 90-95% asosan oldindan ishlab kelayotgan mutaxassislar baxtsiz hodisaga uchraydi. Chunki ular anchadan beri ishlab keladi va menga hech narsa bo'lmaydi-yu deb bemalol o'rganib qolganman deb qo'rqmasdan bolgarkani noto'g'ri foydalanishadi, maskalardan noto'g'ri foydalanishadi va odatda deyarli hamma mani adammi yo dodammi ko'zlari yaxshi ko'rmay qolgan, ular svarshik yo temirchi bo'lgan deydi. Ular svarshik yo temirchi bo'lgani uchun sog'lig'ida muammosi bor emas. Ular xavfsizlikka rioya qilmaganligi uchungina ko'zlari yaxshi ko'rmay qolgan yoki qaysidir joylarini kesib olishgan. Bu svarshik обязательно qo'lini kesib oladi yo ko'zi ko'rmay qoladi degani emas. To'g'ri, bizning ish juda ham xavfli ish. Faqat xavfsizlikka rioya qilmagan holdagina. Xavfsizlikka rioya qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Asosiysi xavfsizlikka rioya qiling va hozirgi videodagi xatolarni umuman qilmaslikka harakat qiling va shu holdagina o'z sog'lig'ingizni saqlab qolasiz. Siz bilan svarshik nomer 1 bo'ldi. Sizlar uchun foydali video qildim degan umiddaman. Keyingi videolarni kuzatib qoling, obuna bo'lish esdan chiqmasin.